Burundagi go'sht operatsiyadan keyin o'sib chiqishi mumkinmi? Adenoid vegetatsiyasi, ya'ni xalq tilida aytganda burundagi go'sht operatsiyadan keyin o'sib chiqishi mumkin. Ya'ni ayrim viruslar va Epstein-Barr virus ta'sirida adenoid vegetatsiyasi o'sib chiqadi, lekin bu juda kamdan kam holatlarda bo'ladi. Lekin adenotamiya operatsiyasining turiga ham bog'liq. Eski usulda mahalliy narkoz ostida qilinayotgan operatsiyalarda kamchiliklardan biri ham shu bo'lgan. Operatsiya payti adenoid bezi ko'rinmaydi va adenotom orqali yulib olib chiqiladi. Bunda adenoid bezi chala qolib ketishi ham mumkin. Chala qolib ketish natijasida yana o'sha asoratlar, yana o'sha belgilar hosil bo'laveradi. Eski usulda qilingan operatsiyaning asoratlaridan biri shu bo'lgan. Lekin bu ayb emas, chunki o'sha paytlar shunaqa operatsiya turi bo'lgan, yangi usul bo'lmagan. Hozirgi kunda esa Yevropa va jahon standartiga moslashtirilgan endoskopitskiy sheverniy adenotamiya, ya'ni shever yordamida endoskop nazoratida to'liq olinadi. Bundan tashqari eng oxirgi usullardan biri esa kabulator apparati orqali adenoid bezi muzlatib 0.5 mm gacha muzlatib olinadi. Bunday yangi usulda qilingan operatsiyadan so'ng adenoid bezi to'liq olinadi va o'sib chiqmaydi. Farzandingiz adenoid vegetatsiyasidan qiynalayotgan bo'lsa yoki operatsiyadan so'ng adenoid bezi qolib ketgan yoki o'sib chiqqan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Zamonaviy usullarda hech qanday og'riqlarsiz amalga oshirib beramiz.